Abul Hayyon Uvays al-Qaroniyga menga nasihat qiling deganlarda Uvays aytgan ekanlar. Qalbingni va niyatingni isloh qil. Mana shu ikkalasidan og'iri yo'q deganlar. Qalbing va niyatingni to'g'rila, qolgani yengil bo'ladi deb nasihat qilganlar. Namozni ham qalb bilan o'qish kerak. Niyat bilan, albatta niyat bilan o'qiladi. Hozir bu yerda niyat haqida ham gapirib o'tamiz. Chunki oxirgi vaqtlarda namozni niyatini lafz bilan aytish bid'at deydigan toifalar ham paydo bo'lyapti. Inshaalloh uni gaplashib o'tamiz. Ana shu namoz haqiqiy namoz bo'ladi, birodarlar. Yiqilib turish emas ekan faqat. Namoz qalb bilan o'qiladi. Nima uchun? Chunki as-solatu mi'rajul muslim aw mu'min. Namoz mo'min musulmon bandaning me'rojidir. Nima uchun? Chunki siz namozda Robbul alaminning qarshisida turasiz, birodarlar.